Sotuvda mana Euro 6 parovoz Persep bilan birgalikda. Buni variantga ham beraveramiz deyishyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxini oxirida aytamiz akalar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Galava eng full ekan, hamma narsalari bor. Retardo, palasa, держатель, hamma narsalari 100% ishlar ekan. Persep 2017-yilda ishlab chiqarilgan Kogel Persep, moslari Safros 2 moslik ekan akalar. Persep bilan birgalikda kubasi 125 kuba deb aytayapti deganlar. Baklar bu tomonda 600 TL bak, u tomonda 400 TL bak bilan jihozlangan. Persep kuxnalari bor. Mana balolarning holatini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Zapaska qo'yadigan balonlari ham 3 ta ekan akalar, 3 ta balon qo'ysa bo'laveradi. Bu Persep ichi pollari, tentlarini ko'ryapsizlar, zo'r holatda turibdi. Taxtalari ham hammasi joyida. Salonni ichki holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 2 tali spalli, avtomat korobkada, yurgan masofasi 790 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxini 70 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Naqd pulga yana kelishtirib beriladigan joylari bor. Agar variant qolaman deydiganlar bo'lsa, variantga 40 ming naqd pul berasizlar. Qolganini o'zlari bilan kelishib olsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini videoni past qismiga yozib qoldiraman. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, variantga parovoz qildirib yurgan Furashdan jo'natib qo'ysanglar, yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat.